Xo'sh, mahallada nima yangiliklar? Rais buva, mahallada o'zgarish katta. Aytsam ishonmaysiz, yoshlar buzilib ketgan. Kim buzdi? Nima yoshlarni buzadi? Mana rais buva, mana Abjobborning o'g'li sinfdoshlar gruppasida onlayn o'tiradi. Hamma yozilgan SMS-larni ko'radi, galasa o'ylarni eshitadi, lekin birontasiga javob yozmaydi. Bir kam shularni gruppasiga yozishim qoluvdi. Kamiga yoshi 30 ga yaqinlashdi, lekin uylangani yo'q. Bunaqa bolalar mahallaga zarar keltiradi. Bunaqa bolalarni bu dunyodan udalet, nargi dunyoga saqlanib qilish kerak. Rais buva, mana Absamatni bolasi har kuni reels ko'radi. Kuniga 200 ta 300 talab og'aynlariga reels jo'natadi. Bitta og'aynisiga bugun 400 ta reels jo'natgan ekan, davlinasi oshib ketibdi. Bu bolani telefonini olib qo'yinglar. Meni mahallamning bolalari qanaqadir telefon o'yinlarida emas, hayot o'yinlarida g'alaba qozonish kerak. Rais buva, bu Normamat traktorchining o'g'li. Instagramda qizlarga like bosadi, qizlarga komment yozadi, qizlarga podpiska taylaydi, lekin o'zini 9 yillik sinfdoshlarining birontasiga podpiska taylamagan. Bunaqa bolalar uchun FIFA ga bir gapi bor. Harakatsiz harakatni nolga teng. Yemadi rais buva. Endi chichardi. ChatGPT shuncha odam oldida sharmanda qilding, ota nomini akaga tushirding, harom.